MCM Cobalt'ga full apparatura yig'ib berganmiz. Alpine kolonkalari 4 teshik, pishalkalarga bunaqa podiumli yasatilib, pishalkalarni ishlatib berganmiz. Monitori mana shunaqa ko'rinishda bo'lgani uchun bunga alohida usilitor qo'yilgan. Alohida protsessor qo'yilgan, чтобы ovoz mo'shni chiqib, monitorga zarar yetmasligi uchun protsessor hamma narsalarni qo'yib ishlatib qo'yganmiz. Gojali Zenan chokiga moslab perforiyli qo'rilgan, kombinirованный ko'rishingiz mumkin. Multimedia cruise control o'zi bor edi. Apshifkani kojasini ham xuddi shunaqa kombinirованный qilib, perforatsiyaga to'g'irlab, seriy chokli qilib qo'yganmiz. Podsvetkalar farani yoqqanda yonadi, o'chirganda o'chadi. Bemalol ham xira yarki qilib olinsa ham bo'ladi. Salon qora bo'lganning hisobiga patolog 6 ta stoyka avtotikan qilingan, sifatlisi, eng sifatlisini qilib berganmiz. Arzonchi variantlari ham bor mabodo. Detalli qoraga bo'yalgan. Tayyor mashina Malibu Kubar, Malibu Signal hamma narsasini ustunovka qilib, tayyor qilib akamizga topshirib olamiz. Sifatli xizmat turlari kerak bo'lsa, bemalol Avtokomfort jamoasiga murojaat qilasizlar. Yangi Cobalt o'zi 50 km yurgan. Hammaga nasib qilsa, mana shunaqa yangi mashinalar olib haydayman degan okalarga nasib qilsa hammaga xizmatdamiz.